dilam bazam bobo, jonam bazam bobo, dilam bazam bobo, jonam bazam bobo. Yak budas, yak nabudas, yak bobo kayfi budas. Muyash safed, rishash daros, basarash bqalpo. Assalomu alaykum. Efirda yana kul formatsion dasturi. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon. Biz boshladik ko'taring kayfiyatda. Hazlar, ajoyib zamonlarga kelib qoldik. Ilgari odamlar birovlarni videoga olib sharmanda qilishardi. Hozir o'zlari videoga olib sharmanda qilishyapti. Azizlar, odatda erkaklar kiyimlarni polga ilishni yaxshi ko'rishadi. Mazzada. Hepsi. Rahmat grip. Hech bo'lmasa sen odam ajratmaysan. Yaxshi ham sen bo'ray. Xalqimizda ajoyib bir naql bor. Xo'roz o'z katagida zo'r deydi. Lekin bizni hozirgi xo'rozimiz qo'shni katagida ham xo'rozlik qila oladi. Qiziq bo'lsa, bizdan uzoqlashmang. Birgalikda ko'ramiz. O'ktam? Hop. Bor hozir chaqirib ke. Qishloqda begonalar yuribdi. Tez. Hozir. Boshlang. Oldin raqibga salom bermaysizmi? Salom. Ha. Raqibni hurmat qilish kerak. Yaxshing. Bo'ldimi? Qani, bosing endi. Yo'q qiling raqibni. Ha, yaxshilab. Bosing. Uring. Orqadan Saturn keldi. Uring. Tushiring. Tushiring basharasiga. Qaysin keldi yonboshiga? Qaysi tarafda keldi? Mana. Bu yoqdami? Mana shu yoqdami? Ha. Yaxshilab uring. Pachaqini chiqaring. Uring basharasiga. Turing basharasiga. Tufing. Oyog'idan oling. Ana. O'ldi raqib. Knockout bo'ldi. Ado bo'ldi. Yashang. Boplang endi. Ina mani uring. Hazillashdim dadasi. Yaxshilab. Dadasi. Chuqur nafas olib chiqaring. Oling, chiqaring. Ha? Bir. Jangula Van Damni ishini, usulini takrorlang. He, bo'ldimi? Washash qiling. Ha, shunaqa. Uring. Ustiga sakrang. Yanchib tashlang. Mana shunaqa. Jang qachon dadasi? Jang qachon? Uyunda. Dadasi, jang qilmang. Suv kabi bo'ling. Suv. Ha. Hop. Davay. Ha. Ovoz chiqaring. Yaxshilab baqiring. Kim kelayotgan? Qiling. Nodir ko'cha. Ha, Mahallada bittasi yuribdi. kim? Nodir ko'chani yirtaman dedi. Zo'rin chaqir dedi. Yirtaman dedi. Ha, yirtaman dedi. Men jangni uyunda uni noyabrga ko'chibdi-da. Ha. Ketdik. Sertifikatni olib kel. Hozir. Olib kel sertifikatni. Olib kel. Mana. King. Spartkan keyin kiyasan, yur. Yurak yorib o'lmasin raqibni. Kuchida. O'lmasin. Qani. Omadingizni bersin. Voy, men sen raqibni duo qil, men zakonni. Raqibni omadini bersin. Amin. Yaxshi bor. Yo'raman. Qayerda? Qo'chqorni necha pulga sotibdi? 1,5 million sotibdi. 1,600,000 qildim, bermadi. Ha. Tabiiy bolalar. Manmi? Bu yoqqa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ko'rishib qo'yaylik. Bu yoqqa. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Salom. Nima qilib yuribdilar qishloqda? Shu aylanib keldik. Rahim bobomning uylari bo'ladi. Ha, Rahim boboyingiz. Zerikkanda toza havoga chiqib. Boboyingiz uyda o'tirmabsiz-da. Qishloqda yurishga kim ruxsat berdi? Hech kim ruxsat berish shart emas aka. Qayerdansiz, yigit? Shaharlikmi aka? Shaharlik. Shaharda bedarvoza derishardi. Qishloqda ham bedarvoza deb o'ylayapsizmi? Kimnikiga kelgan so'zi qishloqqa? Mana Rahim bobomning kelganman. Mana nima qilib yuribsiz qishloqda? Ha, endi keldim, zerikdim. Bir toza havoga chiqib aylanib kelay dedim. Pulini kim to'laydi? Toza havoni bepulmi?
toza havoni kim to'laydi pulni? Ha? Aka, boray bo'lmasa, xo'p. Shuning uchun so'rab kirish kerak edi, Shoshilma, tinchlik senga kerak. hech kim hali ruxsat bergani-yu. Qishloqda egalari bor, egalardan ruxsat so'raladi. Biz ham tanimayapmiz. Menga qara, urushasanmi? Urushasanmi deyapman. Urishasam deb sahriz borga o'xshaydi sizni. Qo'ying, kerak yo'q aka. Men o'zi karate bilan shug'ullanaman. Aka, 3-dan qora belboq sohibiman. Kerak emas akalar. Voy, qo'rqdi deb o'ylayapsanmi shu gapingga? 3-danmi, 4-danmi? Men sen bilan urushmayman. Sen meni tengim emassan. Hozir Nodirni chaqiraman. Qishloqni zo'rini. Qaltirashini qara, rangi ham oqarib ketdi. Sahr sanda borga o'xshaydi. Kerak emas aka. Mana Keldimi? kelyapti. Qani, Kim urishadi? Kim u? Nodir, Mana kelyapti. Ho, ke oshna. qani? Yirtadi. Oshna? Yirtadi. Malades. Yaxshimi? Zo'rsan? Ishon. Ko'rmi? Ha, Mana shu. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? qalay ishlar? Sog'liqlar yaxshimi? Bunga ko'rsatib Charchamayapsizlarmi? Ha. Sanmi urishadigan shaharli olibdi? Aka, Urishasan? urishaman deganim yo'q aka. Urishasan? Ushaman deyapti. Yo'q, urishasanmi? Kerak emas. Birga bir chiqasanmi? Karatisman deydi. Chiqasanmi birga bir? Aka, kerak emas. Chiqasanmi? Davay. O'rtaroq. Hozir. Qani? Shpagat ochlar ekan. Allohu akbar. Yana kim? Kim? Kel. Yo'q, Yo'q. Kel. Nodir. 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 nafas olmayaptimi? Nodir. Ana, Hey. o'ziga keldi. Aroqda paxtaga Yo'q. Sun'iy nafas berish kerak, sun'iy nafas. Nodir. bor. Hey Nodir. O'zingga keldingmi, Ha, jo'ra? o'ziga keldi. Men Yaxshimisan? bolani shpagati ham ochilar ekan, ha? Ana u ketdimi? Yo'q. Yo'q. Hali shu yerda. O'sha ketsa hammangni inaniga jo'natam aytib qo'y. Ha? Men mollarga qarab kelay unda. Adam yerda ag'dargin dedi. Anaqa shpagati ochilishini bilmovdik-da bizlar. Yomon ochilar ekan lekin shpagat. ketdik. Meni chaqirib qolishdi. Ketdik, yur. Ey, Ha? Spartifkani olib kel, orqasidan zaq o'tib ketdi. Mana. Aka, turing. Olib kel. Yo'q. Aka, uzr, bular aybdor. Turing. Bular chaqirdi mani. Aka, hammasi zo'r bo'ldi. Uzrniki. Agar xafa qilgan bo'lsam uzr. Hammasi bemalol aka. Ha, ishongan tog'ingda ki yotmas degani shu bo'lsa kerak-da. Jo'ralar ham survordi-ya. Bizda keyingi xabar. Uch oy qaynatilgan suv, limon va asal ichib yo'qotganim 5 kilo limon va 2 kilo asal bo'ldi. Avtoritet joyida. Diqqat, e'lon. Baxt pulda emas deb hisoblaydiganlarni ishga taklif qilamiz. Azizlar, bir xil xatoni qayta takrorlamang, chunki sizni oldinda qilinish kerak bo'lgan boshqa xatolar kutib turibdi. Jo'ralar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun choyxonaga, bugun maza ekan-da. Jo'ralar bilan yig'ilib bir o'tiraylik debsizlar-da. Oqibat nihoyat tiklanayotgandan xursandman. Gap bo'lishi mumkin emas. Oqibatiga ko'z tegmasin. Lekin mana shu yig'ilgan paytda chiroyli suhbat va chiroyli narsalar telefondan boshni ko'tarib, qani televizordan ham nima berar ekan, bir maza qilaylik deb turgan bo'lsalaring, hozirgi lavha sizlar uchun aynan marhamat ko'rib maza qilinglar. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p, hurmatli talabalar, mana bugun va nihoyat oraliq nazoratga yetib keldik. Xudo xolasa bugun oraliq nazoratni topshirsanglar, 5 baholarni olib, qishki ta'tilga ruxsat beramiz. Tayyormisizlar? Tayyormiz domla. Oraliq nazoratini topshiraylik, tayyormiz. Mana bu sessiyada o'taylik, qolib ketyapmiz har yili. Eng qiyin savollar berasiz, Qanday javob bera savollarni olmaymiz. beray? Mana oson savollar chiqib kelyapti-yu hozir. Qani? Televizorda, har xil internet platformalarida. Shunday. Ozoda Nursaidovani ko'k Jiguli qo'shig'idagi Jigulini rangi qanaqa? Qip-qizil, sariq, ko'k, yashil. Men javob beray, domla. Ha, Qizil rang. qizil rang. Ha. Gap yo'q, yorib yubordingiz. Yo, bo'lmasa mana domla.
Boburnoma asarini kim yozgan? Erkin Vohidov, Alisher Navoiy, Ha? Zahiriddin Muhammad Bobur, Rauf Parfi. Qanday Rayhonaxon? Javobini noto'g'ri aytyapti. Aleksandr Sergeyevich Pushkin yozgan. O'tiring. Yoravordingiz yana. Men Lermontov deb o'ylagandim. Lermontov tarjima qilgan o'zbek tiliga. Mana shunga o'xshagan savollardan bersangiz, biz albatta javob beramiz. Elbekjon, keling bo'lmasa domlalik qiling. Yo, men shunchaki osonroq bo'lsin, darsimiz qiziqarliroq bo'lsin, hammamiz sessiyadan 5 ta olib chiqib ketaylik deyapman, shu domla. Domla. Xo'p, endi Ikkita savolingizga javob berdim. Menga ruxsat berasizmi? Baho qo'yib berasizmi? bo'ldi, yana bitta savolga javob berasiz, keyin baho qo'yib beramiz. Xo'p, rahmat. Ha, Menga shunday baho qo'yib bering. Kanikuldan qaytayotganda 5 kilo tandir olib kelib beraman. 5 kilo tandir olib kelasiz, savolga javob berasiz, keyin sizga baho qo'yib beramiz. Hozir savolimizga javobni Nodirbekdan eshitamiz. Hayitov, marhamat. Lekin bekor tushuntirg'izdingiz-da domla. Hozir darsimiz bit bilan o'tib ketadi-da. Ha, boshqa savol beramiz unda. Nodirbek, siz xo'p, mushuk hayvoni haqida gapirib bering. Mushuk. Shunday. Mushuksimollar oilasiga kirib, uni sarig'i, targ'ili, oqiq, ola bo'lasi bo'ladi. To'g'ri. Mushuklar junli jonzot bo'lganligi uchun ularda tabiiyki bit bo'ladi. Bit bu hasharotlar turiga kirib, qonxo'r jonzot hisoblanadi. U juda kichkina bo'ladi. Uni mana bunday tirnoqni orasiga olib siqib o'ldirish mumkin. Ularni Siz yaxshisi yovvoyi hayvonlardan ayiq haqida gapirib bering. ayiqmi? Ha, ayiq. Ayiq bu juda katta jonzot bo'lib, tirnoqlari, tishlari uzun jonzot bo'lib, Xo'sh. uni katta tirnoqli tishlari bo'ladi. Ha? Va shunga mutanosib uni juni ko'p bo'ladi. Ha. U junli bo'lgandan keyin tabiiyki uni tanasida bit bo'ladi, domla. Qonxo'r hasharotlar turiga kirib, bit shunday jonzotki, juda ham kichkina hisoblanadi, domla. U qizlarda keyin mana bu yosh bolalarda ko'proq uchraydi. Sizda ham bormi bit? Yo'q dedim-ku boya. Nodirbek, Ha. Ilon haqida so'rang, ilon. Dengiz jonzotlari haqida so'rang. Dengiz jonzotlari Haqida so'rang. Nodirbek. Labay domla. Akula. Mana shu o'tirgan sinfdoshlaringizni talab va istaklariga binoan akula haqida gapirib bering. Suv hayvoni. Ha, akulami? Akula bu. Xo'sh. 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 Dengiz jonzoti bo'lib, u suvda yashaydi va o'zidan kichkina baliqlar bilan oziqlanadi. Agarda mobodo dengiz bo'lmaganda edi, Xo'sh. agar u akula dengizda yashamaganda, albatta quruqlikda yashagan bo'lardi. Quruqlikda yashagandan keyin tabiiyki unda jun bo'lardi hamma yog'ida. Jun bo'lgandan keyin albatta unda bit bo'ladi. Bit bu qonxo'r jonzotlar, hasharotlar turiga kirib, juda kichkina bo'ladi. Sochi uzun qizlarda va nima edi? Mayda bolalarda uchraydi. Meni beshimni ham shunga qo'yib bering. Bo'ldi. Domla, menga baho qo'ymasangiz ham mayli, shunga Domla. qo'ying. Domla qo'ng'iroq chalindi, chiqaylik. Shunga baho qo'ying, tandirda olib kelaman mayli. Ketsam maylimi? Domla nima degandim? Izvora deganmidim? Mana misol uchun so'rang. Buni tankasi xolasidir, meni tankam tog'amdir, amakisi. Tankang kim deb so'rang. Tankang kim? Bitim. Nasib bo'lsa shu bit bilan qizil diplom olaman men. Ana. Shu Domla bit bilan, tugada, ketdik. shu bit bilan ishga ham qolasan. Javob hamaylarga. Qani? Rahmat, domla. Rahmat. Gullash kerak bu. Dadasi. Yaxshilab. Gullarni tagi yumshash kerak bu. Gullash kerak bu. Ko'rganda bir ko'z quvonish kerak bu. Gapiraverar ekansizda. Go'zallik kerak bizga. Dadasi? Ha? Nima bu?
Voy. Dadasi? Qani. Tu. Qani. Dadam aytardilar bu yer ko'hna joy, bu yerda xazina yashiringan deb. Lekin bu bo'sh-ku bu. Ya, dadasi? Qiz-ku deb, qiz edi. Kimsan? Men şu çağda 2000 yıldan beri yapıyorum. Juda zerikib ketdim. Men mana shu shamchirog'ning quliman. Quli? Ana endi seni qulingman. Ya. Tilagingni, ey odamzod. Men aytaman. Yo'q. O'chiraver. Men aytaman. Men erkakman buyda. Men aytaman. Jon. Men aytaman. Faqat bitta tilak qolgan. Biz Qolgan tilaklar Dadasi, tugagan. men aytay. ya, aytdim-ku bitta qolgan ekan. Men aytaman. Men aytay Yo'q. dadasi. Men aytaman, Jim. Qanaqa jentelmensan? Ay, qara lekin zo'r tilak aytsang ham. Jinjon. Bittagina seni iltimosim bor. Shunga tegib bir baraka topmadim. Sendan bitta iltimosim bor. Bu har doim meni ichib keladi, uradi, so'kadi. Bunga tegib bir kun ko'rmadim. Daymi? Sendan iltimos. Shuncha dardlarimni hech bo'lmasa bittasini shu erimga bera qolgin. Tushunmadim. Shunda tilakni ham bagajiga tiqdik. Bitta tilak bor, kuydirdik shuni ham. Amalga oshadi. Apadan, shapadan, rakatu. Ha, eshiting, Kennay. Ana endi farzandingizni tug'iladigan payti to'lg'oq dardi ana endi eringizga o'tadi. Ana endi siz farzandni osongina dunyoga keltirasiz. Dardni eringiz chekadi. Ha sen? Qiynalaman. Albatta. Tushunman, Jimjon. Iltimos tilakni qaytar, orqaga qaytar. Ana endi menga ruxsat. Qiladigan ishlarim bor. Jim, unday qilma. Iltimos, orqaga qayt. Hozir xotinjon, sekin. O'rgilay xotinjon. Bo'ldi, ket. Men yoningda turaman, xotin. Voy aka, siz uyda qolavering. Nima uchun? Hozir erkaklar qiynalishyapti. Ammo ayollar maza qilib tug'ishyapti. Siz xavotir olmang. Nima, men shunda uyda qolishim kerakmi? Albatta siz xavotir olmasdan uyda qoling. Dadajonasi, iloji bo'lsa oldingizga bitta ikkita aka-ukalaringizni olib oling. Tug'ish biroz qiyin deb eshitganman. Sen tug'asan, men emas-ku. Endi og'riq sizga-da, dadasi. Tushunmadim. Men bormaymanmi shunda? Siz xavotir olmang. Uyda qolavering. Yuring. Eson-omon qutulib oling, dadasi. Qanaqa zamonlarga qoldik-a? Ey xudo. Ish qilib eson-omon qutulib olayda. Xotinim, hozir. Ana, xotin tug'adi. Men ashna yotsa bo'larmikin? Qanday bo'larkin? Ikkita mashqni ham qilishim kerak. 1, 2. Ish qilib tug'am. Tushunma. Dardi boshlanganiga 1 soat bo'ldi dedi. Tushunmadim. O'g'ri yo'q-ku. Alo. Ha, dadasi. Ha, xotin yaxshimisan? Ha, boshlandimi? Boshlanganiga ancha bo'ldi. Boshlandi. Ha. Boshlangan bo'lsa, menda hech gap yo'q-ku, tinch-ku. Hech qayerma og'rimayapti. Hech narsa bo'lmayapti. Qo'shni! Sam dadasi. Qo'shni! Hozir xotin qivaraman, to'xtab tur. Hozir. Qo'shni! Nimaga, dadasi? Qo'shni! Qo'shni! Hozir. Voy! Hozir. Qo'shnijon! Qo'shni. Voy! Tinchlikmi qo'shni? Tinchlikmi?
Nima bo'ldi, yaxshimisiz? Voy, bilmayman. Nima bo'ldi? Bilmayman. 1,5 soat 40 minutlar bo'ldi. Og'riyapti. I- Voy. Voy. Ya qo'shdi, Voy, bo'ldi. voy. O'zi bo'lsang. Voy. O'zi bo'lsang, Voy, o'zi voy, bo'lsang. voy, O'zi chiqaman, chaqiraman. voy. Nima bo'ldi o'zi? Ay. I Suyaklarim sinib ketadi, Voy, qo'shni. qo'shdi, bo'ldi, hozir. Skora chaqiring, voy. Suyaklar qaqshyapti. Yorilyapti. Mazangiz bo'lmayapti? Mazam, voy. I- Ishim. Voy. Qo'shni, skora chaqiring. Tushunmaga ish qilib tushunmasin. Xotin! Ha, Yaxshimisan? yaxshi. Nima qilyapsan? Gullarni tagini yumshatayotgandim. Hech narsa chiqmadimi? Yo'q, hech narsa chiqmadi. Hech narsa chiqmadimi yerdan? Yo'q. Bo'ldi xotinjon, men o'zim ag'daramanmi? Sen ag'darma xotinjon. Senga mumkin emas. Diqqat, azizlar, olimlar shuni targ'ib qilib shu narsani isbotlashdiki, bel og'rig'i, revmatizm, oshqozon, yurak og'rig'i, qon bosimi, sahr va boshqa kasalliklarning eng zo'r davosi topildi. Bu kayfiyat, ya'ni akulani ko'rish kerak ekan. Olimlar aytayapti, men aytayotganim yo'q. Ko'rib bir mazza qilinglar. Zo'rlar bo'ladi. Faqat sizlar uchun. Alo, Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Eshitaman. Kamolovmisiz, vrach? Xuddi shunday, vrach Kamalov Asliddin. Boya 5 daqiqacha oldin qabuliylarda bo'lgan bemor. Ha, 5 daqiqa oldin Nodirbek Hayitov bemor, xuddi shunday. Aha. To'liqroq ma'lumot bersangiz, kasalligi to'g'risida, holat to'g'risida ma'lumotlarni bilmoqchi edim. Bemorimiz o'rta og'ir darajada. Bo'g'imlarda shamollash bor. Hozirgina laboratorik tahlillar jo'natishibdi. Laboratorik tahlillarga qaraganda qonda virus aniqlanibdi. Tushunarli. Shamollash virusi, lekin unaqa xavfli emas. Yuraklari kichkinagina bezovta bo'libdi. Mikroinfarkt. Qo'rqinchli emasmi? Yo'q, qo'rqinchli emas. Muolaja qilsa o'tib ketadi. Faqat bemorga ozgina tinchlik kerak. Undan tashqari bemor parhezga o'tish kerak. Ichki shamollash, ichak shamollash hisobiga oshqozon osti bezi yaxshi ishlamayapti. Bu qandli diabet kasalligiga olib keladi. Gemoglobin qanaqa ekan? Gemoglobin Yuqorimi? 60 dan yuqori. Umumiy ahvollari qoniqarli. Aha. Qo'rqinchli emasmi? Yo'q, unaqa jiddiy emas. Xavfli emasmi? Og'irmasmi unchalik? Aytdim-ku, og'ir emas, o'rta og'ir daraja. Muolaja qilsa o'tib ketadi. Bemorga faqat tinchlik kerak. Kayfiyat kerak va toza havo kerak. Asabiy bo'lib qolganlar, juda asabiy bo'lib qolganlar, asab tizimlari shikastlangan. Tushunarli. Bir kurs nevrologический lecheniya olsalar, o'tib ketadi, muolaja olsa o'tib ketadi. Qolganlarni nazorat qilamiz. Shunaqa. Tushunarli. Keyin bemorni bepushtlik ham bezovta qilyapti. Shuning uchun asabiy bo'lib qolganlar. Bepushtlik? Ha? 6 ta bolasi bu yog'iga kerak emas. Farzandlari bor demak. Tushunarli. Bunday bo'lsa, bemorimizni yuraklari xuruj qilgani hisobiga og'riq shu yelka qismlariga va qovurg'alariga beryapti. Bemorimiz nam havoda ko'proq ishlaganlarmi? Varikozlari ham bezovta qilyapti. Varikozlari Aha. bezovta qilyaptimi? Shunaqa. Keyin suyak yemirilishi. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun tashakkur. Uzr bezovta qilganim uchun. Kechirasiz. Lekin bunday ma'lumotlar faqat bemorning yaqin qarindoshlariga va yuqori tashkilot xodimlariga beriladi. Bizni kim bezovta qilyapti? Man o'sha bemorni o'ziman. Boya qancha yalindim, o'zlaring aytmadilaring-a? Telefon qilib, ha, to'g'risi salgina darrov aytasanlar. Nima kerak? Onamga, ammamga, tog'amga, otamga, onamga, xotinimga, bolalarimga aytdim. Bu meni kasalim-ku. Yaxshi palata qilib beringlar menga. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Hamshira.
Shunday mazamdan yapti. Osmonga qarab o'yna, oyoqlaring bukilsa, sani yomon deganlar tom ustidan yiqilsa, dardingni olayman, turvanga solayman, turvang teshilib ketsin, darding to'kilib ketsin. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida yana sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.